Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar, aziz tadbirkorlar. Mana bugun Respublika No'xatchilar uyushmasida mehmon bo'lib turayotgan akamiz, ya'ni Samarqand agroinnovatsiyalar institutidan dotsent Boboqulov Zarif aka kelib mehmon bo'lib turibdilar. Xush kelibsiz Zarif aka. Qanday ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Aka, mana shu fermerlarimiz yildan yilga mana shu hosildorlik bo'yicha kurashib kelyapti, lekin sohada o'zgarishlar bor, lekin yaqqol shu qandaydir ko'rinmayapti. Shu necha yillik mana shu no'xatchilik bilan shug'ullanib kelyapsiz. Shu agroinnovatsiya institutida ham bu safar borib ko'rganimda ko'rgazma qilib, yangi mahsulotlar, yangi o'sha urug'lar borasida ishlab kelyapsiz. Juda xursand bo'ldim. Mana shu institutdagi, mana shu agroinnovatsiya va tadqiqotlar institutidagi yangiliklar haqida ozroq tushuncha bering va fermerlarimizni asosiy xatolari nimada, metodika qanday ketyapti, qanday nimalarga e'tibor berish kerak, iloji bo'lsa shu borada. Rahmat Baxtiyor aka, men siz bilan ko'rib turishganimdan xursandman. Taklif uchun o'z minnatdorchilik bildiraman. Endi to'g'risi men 2006-yilda o'sha sobiq Samarqand qishloq xo'jaligi institutiga talabalikka qabul qilinganman. O'sha birinchi kursdanoq o'sha ilmiy rahbar tanlab, ustoz shogird tizimiga, an'anasiga rioya qilgan holda ekin turlarini olganman. Ana shu yerda bitta no'xat ekin bilan maqsad qilganman ishlashdi. Chunki nima uchun aynan no'xat, bug'doy emas yoki paxta emas yoki boshqa ekin turlari degan savolim tug'ilishi mumkin. Chunki no'xat juda ham ahamiyati juda ham katta. Sababiki asosiy 3 ta asosiy muammo hal qilib beradi. Birinchisi don yetishtirishni ko'paytirish muammosi. Chunki oziq-ovqat xavfsizligi muammolari bor, bilamizki, ana shunga bu ham no'xatning bir ahamiyati katta. Ikkinchi muammo bilamizki, oqsil muammosi. Bir kunda inson 110 gram oqsil iste'mol qilish kerak. Lekin hozirgi kunda bu foiz, ya'ni o'sha 50-60 ga to'g'ri keladi, gramga to'g'ri keladi. Yetarlimi? Ana shu muammoni hal qilishda demak no'xat asosiy alohida o'rni. Chunki no'xat tarkibida 25-30% gacha oqsil bor, oqsil yuqori hisoblanadi. Ana shu muammoni hal qilishda ham bitta ahamiyat kasb etadi. Uchinchi asosiy muammo bu bilamizki, keyingi yillarda butun respublikamizning o'sha tuproq unumdorligi pasayib ketishi, tuproqda o'sha unumdorligining pastligi tufayli o'sha butun qishloq xo'jaligida demak shu muammo kuzatilyapti. Ana shu muammoni hal qilishda no'xat alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bilamizki, no'xatning ildizida tuganak bakteriyalar bor. O'sha tuganak bakteriyalar havodagi erkin azotni o'zlashtirib, demak o'sha tuproqda azot bilan boyitadi. Ana shuning uchun 3 ta asosiy muammoni hal qilish yechadi. Bunda alohida shuning uchun men bunga qiziqqanman. O'sha no'xat ekin tanlaganman. 2006-yillardan beri birinchi o'sha talabalik paytimda ustoz shogird tizimiga, an'anasiga kirgandan keyin o'sha ekinni qiziqib, uning ahamiyati, morfologiyasi, biologiyasi, yetishtirish texnologiyasi bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borganman. Undan keyin magistratura davrimda ham o'sha no'xat o'simligini ishlaganman. Undan keyin doktoranturada ham o'sha ilmiy tadqiqot ishlari olib borib, 2020-yilda qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktor himoya qilgan o'sha no'xat ekani bo'yicha hozirgi kunda ham o'sha doktor science ilmiy tadqiqot ishlari o'z yakuniga yetgan o'sha no'xat ekani bo'yicha. Umuman olganda shu talabalik yillardan boshlab mana hozirgacha no'xat ekani ustida ilmiy tadqiqot ishlari olib boryapmiz. Endi ikkinchi savolingiz, mana hozirgi kunda respublikamizda butun fermer xo'jaliklar demak hosildorligi past, shu muammo degan bir savol berdingiz. Sababi bilamizki, birinchi navbatda mana yurtboshimiz o'sha har bitta sohani ilm bilan bog'lash masalasiga juda katta e'tibor qaratyapti. Chunki ekayotgan fermer xo'jaliklarimiz bilamizki, ko'proq ilmga emas, balki o'z bilgancha ekyapti. Ularni har bitta o'sha ekinni
shu bilan birga no'xatni ekish muddati bor. Birinchi navbatda ekish muddatiga e'tibor qarashimiz kerak. Mana aksariyat fermer xo'jaliklarimiz mart oyida Navruz bayrami va hattoki aprellarda ham ekyapti. Sababiki to'g'ri eksa bo'ladi, un chiqadi, rivojlanadi, gullaydi, dukkak hosil bo'ladi, lekin bu juda qisqa vaqtda sodir bo'ladi. Sababiki erta eksak no'xat shuncha uzoq vegetatsiya davri bo'ladi. Mana biz aytdikki, erta ekish sabab. Mana endi no'xat hozirgi kunda sug'oriladigan yillarda ekilyapti, lamlikor yillarda ekilyapti. Sug'oriladigan yillarda eksa, ekish muddati mayli, kechiksa uncha farq qilmaydi. Chunki bu suv bor. Lekin lamlikorlikda bu juda katta muammo. Chunki mana fevralning o'sha birinchi 10 dekadasida, ya'ni 1-fevraldan 13-fevralgacha. Demak, shu vaqtda eksak, biz yog'ingarchilikdan unumli foydalanamiz. Demak, bitta no'xat uni chiqish uchun o'z vazniga nisbatan 100%, 110% suvni olish kerak. Va demak, harorat bo'lishi kerak. Demak, 80-120 gradus harorat olgandan keyin u un chiqadi. Agar bo'lmasa un chiqmaydi. Demak, o'sha biz kech ekyapmiz, mart oyida ekyapmiz, o'sha yoqqan yog'ingarchilik namlar faqat unib chiqishi uchun xizmat qilib qolyapti. Keyingi o'sish fazalariga bu biz juda so'm muammo bo'lyapti. Ana shunda biza ko'proq fermer xo'jaliklar qiynalishyapti. Ikkinchi masala, mana bu no'xatning fazalari bor. Masalan, unib chiqish, shoxlanish, shonalash fazasi bor, gullash bor, dukkaklash fazasi bor. Endi no'xat gullash fazasi kech ekilsa, bu juda issiq davriga to'g'ri kelib qoladi. Mana bu 40 yil hozir harorat juda issiq, hatto 40 gradus. O'sha paytda no'xatda changlanish sodir bo'lyapti. Bu yerda changlanish, havo harorati qizib ketgandan keyin, yuqori bo'lgandan keyin o'simlik ayrimlar changlanmay qoladi. Bu changlanmaydi degani dukkak hosil bo'lmaydi degani. Ana shunda bitta o'simlikdan misol uchun 80 ta yoki 100 tagacha dukkak bo'lsa, kech ekilganda bu dukkaklar kamayib ketadi. 15 ta, 20 ta bo'lyapti. Sababiki changlanish bo'lmayapti. Ikkinchi masala, gulni oftob uradi. Gulni kesadi. Shuning uchun bu kech ekilishning asosiy o'sha hosildorlik bilan bog'laydigan bo'lsak, kech ekilyapti. Mana bu asosiy maqsad don olish. Don nimadan hosil bo'ladi? Bu o'sha guldan keyin dukkak hosil bo'ladi, dukkakdan keyin don olamiz. Shuning uchun mana dukkaklarni kamayib ekish demak o'sha muddatli asosiy o'sha sabab bo'lyapti. Shuning uchun aniq o'sha belgilash kerakki, mana misol uchun fevralning erta bahorda, fevral oyining birinchi 10 kunligida ekilsa bo'ladi. Chunki nima uchun? To'g'ri, adabiyotlarimizda bor. To'g'risi, oldingi adabiyotlarimiz hozir davrga to'g'ri kelmaydi. Sababiki bilamizki, butun o'sha yer yuzida, hattoki o'zimizda global issiq bo'lib qolgan. Oldingi davrlarda qishimizda juda ko'p qor yog'aydi. Hozir qor yog'mayapti. Juda erta issiq kelyapti, erta boshlanib ketyapti. Ana shuning uchun ekish muddatlarini oldinga siljish vaqti keldi. Bir oy bemalol sursa bo'ladi, ha? Bemalol sursa bo'ladi. Chunki yana ikkinchi masala, no'xat shunday xususiyatga ega, bu sovuqqa juda chidamli. -12 gradusda ochiq holda sovuq urmaydi, chidaydi. Qor tagida -40 gradusdan turadi. Chunki sovuqqa juda bardoshli o'simlik. Ikkinchi xususiyati bu qurg'oqchilikka chidamli. Shuning uchun no'xatning bu imkoniyatlar juda keng. Shuning uchun hozir aynan o'sha ekish muddatlarini oladigan bo'lsak, erta eksak bemalol, demak, undirib olib, yuqori hosildorlikka erishadi. Ana shu yerda yana bitta narsani aytaman, gullash davri deydimi? Kech eksangiz, gullash 3 kun 4 kunda tugaydi. Kech ekilganda. Erta eksangiz, gullash davri 10 kungacha cho'ziladi. Qancha ko'p gullasa, shuncha ko'p hosil degan ekan. Ana shuning uchun ana muddatga juda e'tibor berish kerak. Zo'r masalani ko'tardingiz, Zarif aka. Ko'p fermerlar bilan gaplashib turibman. Havo juda ham issiq bo'ldi. Endi nima qilamiz? Bunga
biron xil dori bormi, suspensiya sepaylikmi, endi bular ish bo'ldi, o'tdi, bu yil o'tdi. Biron xil dori sepsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Mana shu endi tez yordam. Ha, tez Biron yordam. xil tez yordam qilsak bo'ladimi yo'qmi? Hozirgi kunda to'g'risi mana fermerlar bilan juda ko'p bog'lanamiz, amaliy tajribalarimiz dallardan yuramiz, to'g'risi mana ijtimoiy tarmoqlarda ham yoritib turaman. Gullashgacha ishlash kerak. Kimyoviy preparatlar bilan shug'ullanib sepsa bo'ladi, suspensiya bor. Gullashgacha. Gullashgacha suspensiya bor. Masalan, mana bizda Samarqand Agrarian va tadqiqotlar institutida hamkor tashkiloti va Samafarm tomonidan bizga kimyoviy o'sha preparatlar beradi. Biz ularning tajriba sinov tariqasida o'zimiz kichik maydonlarda sinab ko'ramiz. Mana bitta misol uchun yaqinda ham o'zim o'sha sinab ko'rdim. Biogrant degan bitta preparat bor. O'sha preparat juda ham bir haftada ajoyib natija. Bu o'simlik Biogrant. Masalan, gektariga fermerlar mana e'tibor beringlar, shu yerda Biogrant dorisi. Biogrant. Bu gullashdan Oldin, demak, o'sishini juda rivojlanishini yaxshi qiladi. Biogrant gektariga 200-300 gram bu 3 litr suv gektar hisobiga sepildi. Juda ham yaxshi natija. Endi shu bilan birgalikda ishlash mumkin. Kasallik bor, zarar kunandalar bor. Mana misol uchun no'xatda ko'proq uchraydi, askekitoz kasalligi bor, fizaroz kasal bor va zarar kunandalar bor. Masalan, no'xat biti bor, o'rgimchakkana bor. Keyinchalik bo'lib tushadi, bilamizki, ko'sak qurti bo'ladi. Ana shunga qarshi kurashish uchun demak kimyoviy preparatlarni birdaniga gullashgacha bo'lgan davrda sepish kerak. Undan oldin baxtiyor bitta narsani oldin aytmay ketdim, yodimdan chiqdi. Ekishdan oldin albatta urug'ni dorilashimiz kerak. Biz mana fermerlar sekretni boshiga aytish kerak edi. Sekretni o'qimadik, dorilashimiz kerak. Chunki biz tuproqda mikro o'sha biolog nima deydi? Hasharotlar, kasallik bakteriyalar mavjud, mikroblar, bakteriyalar mavjud. No'xat urug'i yerga tushgandan keyin bu bunga yuqadi. Keyin bilamizki, agar ko'p uchun fermer xo'jaliklari ko'radi, juda ham ayrim joylarda ekish bo'lsa, masalan 6 santimetrda ekkan bo'lsa yoki 9 santimetr, 1 metrda bir 5 ta 6 ta bo'lib qoladi. Sababi nima? Sababi o'sha urug'ga o'sha zararlanadi. Bitta tuproqni qarasak, o'sha sariq bo'lib, o'sha kasallik olib qo'ygan boshda. Demak, u oddiy tilda aytganda urug'ni dorilab ekish kerak. Immunitetini oshiradi va o'sha zarar kunandalarga yoki o'sha bakteriyalarga qarshi chidamni oshiradi. Shuning uchun mana bir ikkita dorilar aytib ketaman. Maxim degan dori bor. Maxim, Silistop degan dorilar bor. Urug' dorilagichlar bilan bemalol dorilab va hozir dorilar juda ham ko'p. Mana bir ikkitasini sanab o'tyapman Baxtiyor aka. Ana shu dorilar bilan ekishdan oldin, masalan 10 kun oldin dorilab, demak un shaklida bo'ladimi? Qanaqa suv shaklida bo'ladi? Suyuq holatda ham bo'ladi, qarashoq holatda ham bo'ladi. Shu tushuntirib bersangiz, mana shu yerda e'tiborli bo'laylik akalar. Qanday qilib dorilash kerak? Bu biz bilmaymiz-da, masalan suvga botirib oladimi yoki ungami qanaqa? Mana oddiy tushuntiraman. Mana misol uchun no'xatni dorilash o'zining metodikasi bor. No'xat o'sha ekishdan oldin, demak men aytdim 10 kun oldin no'xatlar yoyiladi. Bir qator o'sha tagiga bir salat hamma xuddi shunday bir yaxshi o'sha narsa bilan yoki bir latta yoyilib, demak o'sha dorilar bor, suyuq holatda bor. O'sha dorilar masalan ularning xaritasini dozasi bor. Mana misol uchun Maxim Silistop bir 10 litr suvga 1-2 gram qo'shilib aralashtiradi. Endi bu urug'ning hajmiga qaraladi, o'sha miqdoriga qaraladi. 1 tonna urug' bor, kimdir fermer xo'jalik 1 gektarga ekadi. Xuddi shunday proporsiya qilib, demak suspensiya qiladi, sepib chiqadi va keyin albatta qo'lda perchatka bo'lsa, gigiyena qoidalariga rioya qilish kerak. Aralashtirib
qo'yiladi. Demak, u dimlash kerakmi? yo'q, dimlash kerak emas. Dimlash kerak. Shunday holatda bo'ladi. Demak, ekishdan oldin xuddi yuqtiriladi. Demak, bu kimyoviy preparatlar, demak, bemalol keyin dalaga chiqib ekishadi. Demak, bu o'simlikning shoxlanish, shonalash fazasigacha kasallikni o'zi olmaydi. Hozir mana ilmiy tadqiqot tajribalar qo'ygan, mana ishlab chiqarishga biz tavsiya berganmiz. Ko'pgina fermer xo'jaliklarni xuddi shunday dorilar ekkan. Mana o'shangacha biron bir kasallik yo'q. Keyingi fazalarda o'zi to'g'ri kasallik tushyapti, lekin unga qarshi ham o'sha kimyoviy preparatlarni sepsak, bemalol biza kasallikdan, o'sha zararkunandalardan zo'r. Ana endi qiziq joyga keldingiz. Domlo, bundayda fermerlarimizga endi buni raqamlarda ko'rsatib bersak, men hozir endi o'zimiz tajribamizdan kelib chiqib, qariyb 30 yildan beri shu no'xatni ichiga yuribmiz-da. Bolalikdan beri shu no'xatlarni olib, dallarga nima qilib, olib kelib qozonda qo'l bilan qovurardik, ichki bozorda sotardik. Endi hozir oxirgi paytda mana eksportga chiqyapti bu mahsulotlar, mana shu jahon dunyoga tanilmoqda bu mahsulotimiz. Lekin xomashyo yetishmayapti. Muammo pastda. Endi agar fermerlarimiz yetkazib bera olmasa bizga, bizni eksportimiz to'xtaydi. Bu katta bir muammoga aylanadi. Keyin import kelib qoladi-da, import no'xatlar bu davlatga zarar. Shuning uchun eng asosiysi mana shu yerda raqamlarni ko'rsatib bersak, fermerlarimiz shuni tushunsalar-u, haqiqatan mana shuni qilmasa, mana bunaqa zarar qilamiz. Mana bunaqa hosil olish mumkin ekan, bir tonani o'rniga men 500 kilo olayotganim deb ularga bir yoritib bersak, mana shu dorini qilsak, ya'ni bir oy oldin eksak, xudo xolasa, o'rtacha hozir bugungi kunda men chamalayapman 400 kilo hosil olyapti. 300-400 kilo. 300-400 kilo u degani fermerlarimizga zarar. Buni yashirishni hojati yo'q, hammamiz bilamiz, zarar bilan kelyapti. Bu endi qachongacha davom etadi? Buni agar zarar bo'lsa, kelajagi bo'lmaydi. Men o'tgan yil ham qariyb 10 dan ziyod seminarlar o'tkazdik, Turkiyalarga borib keldik, fermerlarimizning xabarlari bor, o'sish bor. Lekin mana shu raqamlarda ko'rsatib bersak, mana siz domlo sifatida tajribali inson qancha narsani olishi mumkin, necha kilo va qanaqa natija bo'lishi mumkin? Rahmat, Baxtiyor aka, to'g'ri aytdingiz. Hozirgi kunda mana o'rtacha hisobda fermer xo'jaliklari, tadbirkorlar tomonidan ekilyapti. Endi lamkor yerlarga keladigan bo'lsak, lamkor yerlarda faqat ular aytayaptiki, ob-havo deyapti, faqat shu yog'ingarchilik bo'lmadi degan xulosa beradi. Bahona. Bu bahona emas. Mana misol uchun no'xatni atigi ob-havo 33% tashkil qiladi. 33% urug'lik masalasi. 33% agrotexnika bor. Ob-havo kelmagan. 3ta asosiy. Birinchisi bo'lak. Urug'lik, ikkinchisi agrotexnika, uchinchisi ob-havoda, lamkorlik. Yasha. Ana shu agar bitta ob-havo masalasi pastroq bo'ladigan bo'lsa ham, ikkita omildan foydalanishsa bo'ladi. Bu degani, demak, bemalol urug'lik va agrotexnikani o'z vaqtida qo'llasak, o'z demak ilmiy tadqiqotlarga asoslasak, bemalol mana biz uchun lamkorlikdan demak 12 sentr, 15 sentrgacha olsa bo'ladi. Demak, 3 ta omilni bemalol olsak bo'ladi. Lekin hozirgi kunda 300-400 ga juda ham kam. Ana shunda kerak bo'lsa 800 1 tonna 200 ga chiqarish mumkin. Faqat o'sha demak 2 barobar, 2,5 barobar ko'tarsa bo'ladi. Bu degan zo'r desa. Sug'oriladigan-da endi bilamizki, suv bilan bog'liq bu masala juda ham yaxshi. 25-30 sent bu degani 2,5-3 tonna olsa bo'ladi sug'oriladigan. Endi hozir qo'shimcha mana men birikta preparatlarni aytdim. Suspenziyalar deyiladi. Suspenziya deyiladi. Barqdan ildizdan tashqari oziqlantirish, barqdan oziqlantirish. Bemalol 2-3 marta barqdan oziqlantirsak, lamkor yerlarda bemalol hosildorlik oshish mumkin. Chunki hozir yog'ingarchilik yo'q. Hali gullashga kirgani yo'q. Lekin qo'shimcha barqdan oziqlantirsak, bu oziqa bilan o'sha suvni ham oladi. Mana demak, qarang,
mana shu necha yildan beri kuzatyapmiz. Shu sabab nima deb o'ylaysiz? Mana shu amal qilmay kelyaptilarda fermerlarimiz. Yana eskichasiga o'sha ota bobomizdan qolgan bu yil ham maymun yili, bu yil endi kulgili bo'lmasin, bu yil ana u nima ilon yili nam keladi gipotezalar bilan unga qanchalik siz e'tibor berasiz, shularga qanday qaraysiz? Endi Baxtiyor aka to'g'ri, ko'p fermerlarimiz bitta tushuncha hosil bo'lgan. Erta bahor egamiz. Mana bu shudgor qiladi hozir. Qullik tagiga shudgor qilib yoki tashab sochma ekyapti. Shu ekadi-yu yig'ishtirishga boradi ayollar. To'g'risi aytish kerak, yig'ishtirishga boradi. Unda na bir agrotexnik tadbirlar, na bir begona o'tlar, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish yoki boshqa masala e'tibor yo'q. Ana shuning uchun mana 200 kilo, 300 kilo olyapti-yu, mana bo'lmadi degan bir fikr bor. Lekin mana bugungi suhbatda masalan kengroq o'sha katta no'xatchilik bilan shug'ullanadigan fermer xo'jaliklarga biz ko'proq joriy qilishimiz kerak. Ko'proq ularni jalb qilishimiz kerak. Ana shu ilmiy tadqiqotlarning natijalarini tushuntirishimiz kerak. Maqsadimiz shu, ularni hosildorlikni oshirishga qaratilgan. Shuning uchun mana hozirgi kunda biz aytamiz, ijtimoiy tarmoqlar bor. Shu ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha kerak bo'lsa bir ko'rsatuvlar yoki xuddi shunday kichik bir tavsiyanomalar ishlab bor, lekin ularga yetib borish kerak. Ko'proq kengaytirishga. Hozirgi kunda bilamizki, axborot texnologiya deymiz, ko'proq o'sha internetlarda ko'proq joriy qilmasak bo'lmaydi. Asl birgalikda, hamkorlikda Xudo xolasa endi yana bir yil, 2 yilda mana shu metodikani bitta chiroyli qilib kelishib, uni shu davlat standartlariga yoki Yevropa standartlariga moslashtirib, ilm bilan bilimni va tajribani birlashtirsa natija bo'ladi. Albatta. Rahmat aka, rahmat. Yana bitta savolim, kimgadir masalan suspenziya qiladigan traktorlar bor, suv sepadigan. O'sha qatoriga kirib, masalan oqshomlari suv sepishni iloji bo'lsa tavsiya berasizmi, yo'qmi? Qandaydir kuch bo'ladimi, yo'qmi? Shunga qanday qaraysiz? Qo'shimcha suv traktor bilan sepsa, iloji bo'lsa, larnikorlikda. Endi to'g'ri fikr. Mana bu o'z aslida sug'orish yoki qo'shimcha o'sha oziqlantirish, boya aytdingiz, kechqurun, kech payt salqinda qilish kerak. Kunning issig'ida albatta bo'lmaydi, sababiki uni o'zlashtira olmaydi. Bemalol bo'ladi, siz aytgan fikr bo'ladi. Men yana aytaman, yuqoridan aytib o'tdim, o'sha suv bilan birgalikda qo'shimcha oziqlantirish preparatlarni berishimiz kerak. Demak, mana o'z uchun men aytdim, boyagi suspensiyani aytdim. Undan tashqari NPK'larimiz chiqib ketgan hozir, makro mikro elementlarimiz chiqib ketgan. NPK 20 yoki plus o'sha magniy, kalsiy bor, masalan, qo'shimcha oziq bemalol bersa bo'ladi. Bemalol, demak, o'sha foydalanish mumkin. Demak, yordam bo'ladi. Bo'ladi, albatta. Juda ham bo'ladi. Traktor bilan suv sepsa bo'lar ekan, hurmatli fermerlar. Bu gullash paytiga, hozir qo'shimcha oziqlantirishni bersa bo'ladi. Faqat o'sha nima deydi? Fungitsidlarni o'sha gullash paytida berish taqiqlanadi. Qo'shimcha oziqlantirish, masalan, NPK'larni, o'sha kalsiy, magniy, makro mikro elementlarni bemalol gullashda vaqtida bersa, demak, o'simni o'zlashtira oladi. Faqat o'sha suv bilan birgalikda qo'shimcha beraverish kerak. Oziqlarni, ham suv, ham qo'shimcha oziqlar. Natija bo'ladi. Natija albatta bo'ladi. Xo'p, mana barcha kerakli ma'lumotlarni berdingiz, Zarif aka. Rahmat sizga. Hurmatli fermerlar, mana shu akamiz tajribali, 20 yildan ziyod bu sohada mehnat qilib kelyaptilar. Bilim, tajriba yetarli akamizga murojaat qilinglar. Mana akamizga iloji bo'lsa raqamlaringizni qoldirib kelsangiz agar, murojaat qilsalar, tavsiya, maslahatlar bersangiz xursand bo'lardik hammamiz. Raqamlaringizni ayting. Rahmat, Baxtiyor aka. Bizlar asosiy maqsadimiz shu, o'sha aytdingiz, no'xat o'sha uyushmasi tashkil qilgan. Maqsad ham shu, fermerlarga yordam berish, aholi daromadini oshirish masalasi
bizni asosiy maqsadimiz shu bir necha yillik o'sha tajriba olib borganmiz, o'sha tajribani xalqqa ko'rsatib berish, ular daromadni oshirish. Agar hurmatli fermerlar, hurmatli tomorqa yer egalari, agroklasterlar agar o'sha yetishtirish agrotexnikasi bo'yicha bemalol menga murojaat qilishlari mumkin. Telefon nomerlarimiz demak 97lik 399 46 30 bemalol murojaat qilsangiz bizni taklif tavsiyalarni bemalol beramiz. Maqsadimiz shu, hammasi birga. Rahmat aka. Baxtiyor aka, hamma sizga rahmat. Salomat bo'linglar. Salomat.